Mana stadionimizdan bitib qoldi, xudo xolasa. Ertaga tugadimi? Aslanning firmalar ko'tarilib bo'ldi. Endi bunga o'xshab rekalarni qo'yib chiqsak, hamma joyiga reka qo'yib chiqsak, shu bilan bitadi stadionimiz. Hammasi tanlab chiroyli chiqdi. Baquvvat bo'ldi mustahkamligi. Mana oxirgi firmani qo'yib tushyapti mana. Ertalabdan xudo xolasa rekani kechgacha qatirib yuborsa ishimiz stadionda ramasi suvaga bitadi, xudo xolasa. Balandligi 14 metr, eni 22 metr, uzuni 44 metr. Mana stadionimizdan bitib qoldi, xudo xolasa. Ertaga tugadimi? Aslanning firmalar ko'tarilib bo'ldi. Endi bunga o'xshab rekalarni qo'yib chiqsak, hamma joyiga reka qo'yib chiqsak, shu bilan bitadi stadionimiz. Hammasi tanlab chiroyli chiqdi. Baquvvat bo'ldi mustahkamligi. Mana oxirgi firmani qo'yib tushyapti mana. Ertalabdan xudo xolasa rekani kechgacha qatirib yuborsa ishimiz stadionda ramasi suvaga bitadi, xudo xolasa. Balandligi 14 metr, eni 22 metr, uzuni 44 metr.